Janoza. O'zbek xalqi bugun og'ir judolikka uchradi. Afsuski, ayanchli fojia sabab 4 kishi bevaqt olamdan ko'z yumdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Samarqandda yo'l quruvchilarining mas'uliyatsizligi, bir ishni oxirigacha yetkazmasligi kasofatiga 4 odam avariya bo'lib bevaqt olamdan ko'z yumdi. Yo'l quruvchilar marhumlarning oila a'zolaridan kechirim so'raymiz, bu holat takrorlanmaydi deyishmoqda. Afsuski, endi o'lgan insonlarni tiriltirib bera olmaysiz. Umuman respublikada yo'lni kavlab qo'yib, oylab tashlab qo'yadigan mas'uliyatsiz mas'ullarga qattiq chora ko'rilishi shart deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.